Bu 5 kunlik hayotda mana kreditlarim oxirgi to'lovi pulimni. Siz kreditlarni o'z vaqtida to'laganingiz uchun sizga yana 100 million olish imkoniyatini beramiz. 100 million olaman. Tavba qiladingmi? O'zi oldingi kreditingni to'laymiz deb bir dona shashlay olmading. Xotiningning ahvoli qarang. Ko'chadagi ko'rsa gadoy deb o'ylab pul berib ketayotgan ekan. Kreditni o'ylab adasi ustidan qochib ketdi. Manchima sizlar bo'lgan shunday yo'llarni betiga o'taman desam, Pepes meni peshni bo'lib olib ketib qoldi. Men zo'rg'a chiqib keldim. Ata, balki mana shu 100 million bizlarning muammolardan olib chiqib kelar. Bizga rahming kelmasa ham o'zingga rahming kelsa, soqolingni qaragi, yarmi olingan, yarmi olinmagan, Britva yo'qligida. Bankning nomini qaragi, kuyasan banki, kuydirgan. Oilangiz ham qiynalgan ekan. Balki shu 100 million siz uchun yechimdir. 100 million yechim. Ish qilib shu bola otasiga o'xshagan shudurchi bo'lmasin deb keldi. Ada, Oldingmi shuni og'ir kreditda. siz uchun oldim. To'yib shashlik yemayotgan ekansiz. Mana maza qiling. Shashlik. Kelin, men shashlik shart emas. Shash ola qoling. Agar tezroq qutulsak, keyingi safar kreditni 200 million qilib berishar ekan.